Keling, bugun sizlar bilan qanaqa qilib internetda pul ishlash haqida gaplashamiz. Mana bunday tekstlarni yozish orqali o'zingizga aynan mana shu Recraft AI orqali shu turli rasmlarni yaratsangiz bo'ladi va ushbu rasmlarni qanchadan sotib bo'lishi haqida ko'rib chiqamiz. Keling, mana tayyor tekstni yozdim va bu yerda o'zingizning ideyangizni o'rnida yozishingiz mumkin va turli xil qo'shimchalar qo'shishingiz mumkin. Generate tugmasini bosamiz. Generate tugmasini bosganimizda bizga sun'iy intellekt chiroyli rasmlarni yaratib beradi. Buni oldin yaratganlarni ko'rib turibsiz. Bunaqalarni Photoshop va turli xil bilimlarsiz, umuman olganda realistik ustida juda ham chiroyli dizayndan yaratib bergan va bu yerga ba'zi bir qo'shimchalarni qo'shish orqali daromad qilishingiz mumkin va mana hozir yaratilgan ikkitasimni bu yerda ko'rsatmayapti. Nega desangiz, Recraft AI veb-saytida Recraft AI ilovasining buzuq versiyasi, ya'ni premium ilovalanadi. Shuning uchun ba'zi hollarda bunday holatda mana bosish orqali galereyangizdan rasmni ko'rishingiz yoki bo'lgan bo'lsa o'chirib yuborib yana qilishingiz mumkin. Premium funksiyasida atya bir kunda 4 marta rasm yaratishga ruxsat beriladi. Lekin bu taxminan 12 yoki 13 rasm yaratish hisoblanadi. Ya'ni har yaratganingizda lekin premium versiyasi orqali juda ham ko'p bunaqa holatlarga erishsak bo'ladi. Endi qanaqa yaratish orqali ko'rib chiqamiz. Recraft ilovasini Telegram kanalimizdan yuboringiz bo'ladi. Xo'p, bu qanaqa daromad keltiradi? Kiradigan bo'lsangiz, qidiruv tizimiga shunday yozamiz. Xo'p, bu yerda asosan rasm sotish bilan shug'ullanganligimiz uchun, ya'ni biz rasm sotishimiz kerak bo'lganligi uchun qidiruvga Upwork'da onlayn veb-sayt hisoblanadi. Bu yerda turli xil rasmlar va boshqa ishlarni ham rasmga ham topishingiz mumkin. Mana upwork.com veb-saytiga kirib kelamiz. Hop, bu yerda logotip va shunga o'xshash banner rasmlarni yaratish uchun juda ham ko'plab tanishim mumkin va keling, hozir sizlar bilan rasm bo'yicha tushgan ishlar va ular qancha taklif qilishini ko'ramiz. Hop, find talent, ya'ni browse job veb sahifasini tanlaymiz, ya'ni siz o'zingizni ya'ni har hafta beriladi deb aytib o'tyapti. Xo'p, mana bu yerda yozamiz. Bu yerda yozib qo'ygan oxirgi post joylangan kasblarni ko'rib chiqing deb yozib qo'yishgan. Hop, Upwork veb sahifasida ro'yxatdan o'tishda aynan browsing jobni tanlaysiz va aynan mana shunday kapchani terish kerak bo'ladi. Hop, hozir kapcha terib olganimizdan so'ng sahifaga kirib turli xil ishlarni tekshirib chiqamiz. Tasdiqlash uzoq vaqt talab qilyapti internet muammosi sababli. Keling, mana shu tasdiqlashni o'tkazib olganimizdan so'ng videoni davom ettiramiz. Menimcha ishlab ketdi. Hop, sahifamizga kirib o'tdik. Mana ro'yxat ishni tanlaymiz. Bosamiz. Ustiga bosganimizda bu yerda turli ishlar chiqadi. Mana any type of work, ya'ni har qanday ishni bu yerda oid ham ko'p va biz design va
kreativ degan narsani bilaymiz. Nimaga? Chunki biz sun'iy intellekt orqali dizayn va kreativ ideyalarni yaratib sotishimiz kerak. Shuning uchun dizayn va kreativ tugmalarimiz mana freelancer bor, dizayn bo'yicha freelancerlik bor va ta'limlar bo'yicha freelancerlar kerak. Turli xil bu yerda ko'rib turibsiz narsalar bor va mana buni bosgandan keyin turli xil chiqadi. Typesetter, podcasting, turli xil bor va albatta video editorlar uchun bor. Whiteboard animatorlari uchun bor. Bu yerda turli obyektlarni veb saytiga qilahifasini animatsiya qilishda gap. Ya'ni script writer. Ya'ni skript birorta narsa uchun xuddi kino uchun ssenariy yozishga o'xshab ketadi. Kitoblar uchun bolalar kitoblari uchun illyustratorlar, ya'ni turli xil rasmlar, ya'ni bolalarga rasmlar yaratishingiz mumkin. Anime freelancerlar 2D usulida anime multfilmlarida qatnashishingiz mumkin va fashion, ya'ni dizayn. Bu endi ayollarning sohasi yoki kiyimlarga o'tib ketadi. Xullas mana shu yerda o'zingizga mos narsalar topsa bo'ladi va logo dizayner orqali ham normalniy pul ishlasa bo'ladi. Keling logo dizaynerini ko'rib chiqamiz. Chunki logo dizayn bo'yicha men rasmlarni yaratib ko'rganman. Recraft juda ham kreativ va juda ham ajoyib narsalarni yaratib beradi. Xo'p, mana oldida qo'ygan soatiga haftasiga 30 soatdan ko'p ishlaysiz deyapti. Logo chiqarish. Logo qahramon dizayn ekan, ya'ni refull shooting uchun o'z soatiga 6 soat oldin bu narsa va PDF Compress fixed price $10 berishni tavsiya qilishyapti. iPhone 22 megabaytli PDFni 950 kilobayt PDFga hech narsa sifatini yo'qotishsiz o'zgartirmoqchiman deyapti. Ya'ni atigi 20 megabaytli narsani kompress, ya'ni siqish orqali 950 PDFga hech qanaqa sifatini yo'qotmasdan almashtirib berganingiz uchun ajoyib, juda ham xo'p. Experience yangilar uchun ham bo'laveradi. Qanaqasidan tajriba qilinmagan Upworkda ro'yxatdan o'tish paytida o'zingizni qila oladigan ishlaringizni, nima ishlar qila olishingiz haqida turli xil sertifikatlaringizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Va activity on this job 5 soat oldin deyapti. Interviewing odam, invite sent, ya'ni qiziqish bildirgan odamlar 10 ta. Invite, ya'ni javobsiz qoldirilgan yoki javob berib bo'lingan, qabul qilinmaganlar soni 4 ta ekan. 2022-yilda aynan mana shu $10 berishga tayyor bo'lgan odam 2022-yilda Upworkga ro'yxatdan o'tgan va Pokistonning Gujon shahrida hozirda soat 11:31 AM, ya'ni O'zbekiston vaqti bilan bir xil ko'rib turgan bo'lsa ham soat xuddi shu yoki bu o'z vaqtida beryapti. Xo'p, bu yerda shunga o'xshash kasblar ham bor. Ya'ni bitta toifadagi kasbni tanlaganingizdan keyin pastda mana shunaqa ishlar ham chiqarman. 13 minut oldin qo'yilgan, ya'ni sizda hali imkon bor. Reklama dizayni va grafik dizayn bo'yicha aytib o'tyapti. Multiply meta ad creatives for affordable luxury boat campaign deyapti. Ya'ni turli xil kreativ reklama turlari qimmatbaho kemalar nimasi uchun deyapti. Xo'p, keling mana shuni ko'ramiz. Juda ham yangi ekan, hali bizda imkon bor. Birinchilardan bo'lib ulguradigan bo'lsangiz, sizni albatta olishlari mumkin. Silver Yacht 525 deb yozib qo'yibdi va maqsad create high perform Facebook Instagram ad creatives to sell the Silver Yacht 525 boat. 525 bo'ladi aslida, lekin tushunarliroq bo'lishi uchun shunaqa o'qib beryapman. Platforma, ya'ni Meta Ads Facebook va Instagram orqali reklama qilinadi deyapti. Campaign angle, ya'ni affordable luxury within reach deyapti. Bu yerda ya'ni deyarli hamma narsani o'zi berib qo'yapti. Deliverables, ya'ni yetkazib berish 3 tadan 5 tagacha variants, xullas
shunga o'xshash ma'lumotlarni beryapti. Ya'ni 1 ga 1 format yoki 4 ga 5 format bo'lsin deyapti. 1080 ga 1080, 1080 ga 1350 formati deyapti. Aynan 1 ga 1 va 4 ga 5 format Recraftda qo'llab-quvvatlanadi. Price focused visual with shown lifestyle freedom relax gain deyapti. Ya'ni 11495 deb aytib o'tyapti. Hop, bu yerda hamma ma'lumotlarni ko'rib chiqqaningizdan so'ng shunchaki mana ko'rib turibsiz, soatiga haftasiga 30 soatlik ish bor deyapti. 1 oy vaqt davomida ishlashingiz mumkin. Experience intermediate, ya'ni aqlli bo'lish kerak deyapti. Remote job, ya'ni aynan ish joyida bo'lishingiz shart emas. Ya'ni masofadan turib ishlash mumkin. One time project, bir martalik projekt, ya'ni 1 oydan keyin ish bo'lish-bo'lmasligi aniq emas. Hozirda hech kim mana ko'rib turgan bo'lsangiz 000 deyapti. Bu juda ham katta imkon. Agarda siz ulguradigan bo'lsangiz, bemalol eplasangiz bo'ladi. Hop, xullas shunga o'xshash ishlarni qilish orqali juda ham ko'p pullarni ishlasangiz bo'ladi. Kommentariyada Telegram kanalimiz silkasini qoldirib qo'yaman. Ilovani topish va Upworkda qanday ishlash bo'yicha to'liq ma'lumotni o'sha yerda amalga oshirishingiz mumkin. Video ko'proq odamlarga namoyish etilishi uchun like bosishni unutmang va video foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariya yozib, o'z fikringizni bildirib qo'ysangiz bo'ladi. Upwork veb-sayt orqali katta pullarni ishlasangiz bo'ladi va bundan tashqari kanalimizda yaqin orada yutuqli o'yin bo'lib o'tadi. Taxminan 2-3 million so'mlik. Aynan shunda qatnashish uchun ham Telegram kanalimizga obuna bo'lasiz degan umiddaman. Hop, shunchaki bizga obuna bo'ling va shunga o'xshash pul ishlash formatlarini osonlashtiruvchi sun'iy intellektlar orqali katta pul ishlash mumkinligi haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'lib borsangiz bo'ladi va bularning hammasi deyarli tekin. Agarda pulga kurs ochadigan bo'lsak ham, bu albatta bozor narxidan 10-20 barobar arzon bo'lishi aniq. E'tiboringiz markazida Kadir Trading kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Albatta, keyingi videolarda ko'rishguncha